Shahrisabz tumani Chorshamli posyolkasidan kelganman. Dushanba kuni kelgandim, bugun 3-kun qizim. Mana shu meni tizza og'riqlari, keyin bosh og'riqlar, keyin bel og'riqlari, keyin yelkamga og'riqlar bor edi. Shu bo'yicha murojaat qilib kelganman shu Qiziltepa sanatoriyasiga. Mana kelganimizdan beri ish qilib, mana shu qizlarimiz, hamshiralarimiz, vrachlarimiz yaxshi muolajalar qilishyapti. Mana ish qilib og'riqlar yengillayapti. Mana bu nimalarni olib nasib bo'lsa shu niyat qilib kelganmiz, biz shu oldindan kelganmiz bu yerga. Oldindan kelib shu shifo topganimiz uchun shu mana shu yerga kelamiz. Hamma esa joy-joyiga muolajalari. Mana shu nima muolaja bo'lsa hammasi bor. Massaj deysizmi, mana etik deysizmi, boshqa fizioterapiyalar hammasi ish qilib yaxshi, ish qilib joy-joyiga davolanish yaxshi. Mana Xudoga shukr qilib shu shifo topayapmiz. Shunga shukr qilamiz qizim. 3 kun bo'ldi. Oyog'im, orqa tomirlar, qo'llar, mushaklar bari og'riq bilan keldim. Boshim og'riydi, o'rnimdan ko'tarilmaydi. Xudoga shukr 3 kun bo'lgan bo'lsam, men doktorlarning natijasida yaxshi bo'lyapman ancha. Yengil 3-kuni hali. Men olayotganim magnetoterapiya narsani olyapman, muolajasini. Har xil Sizga yoqayaptimi? yoqayapti. Fizioterapevtik lecheniyalar, ignalar, doktorlarning shirin so'zlari, shifokorlarning oq bilaklarida qo'li orqali yaxshi bo'lyapman. Ismim Yildiramjon Mahmudiyar. Mana hozir uchun kardiogrammlar juda yaxshi. Hech qanday patologiyasi ko'rinmayapti. Yoshlarga mos, hamma joyida. Bemalol yotib davolansa bo'laveradigan holat. Infarkt kasallarni o'tkazib yubormaslik kerak. Bu yerda bizga mumkin emas infarkt kasallari yotishi. O'shaning uchun har birini ko'rib, to'xtatib, yotqizamiz.